Salam dostlar, yaxşımısızlar? Ko'rayotganinglar Şinjan Misran Yemeklik Çeklik Şirketi tajdarlığıdaki Ailen programmasi. Men Liraba Abdus. Programmamizni Şinjan Liraba Madaniyat Taqtish Çeklik Şirketi Çömülü Ballar Mahsulotlari, Şinjan İdrak Psixik Taraqqiyot Markazi, Şinjan Önüm Madaniyat Taqtish Çeklik Şirketi birlashib ishlagan. Programmamizni yana Şinjan Al-Xumar Mablag' Selish Çeklik Şirketi alayda qo'llagan. Bir bala, bir ailenin ümidi. Milyonlagan bala, milyonlagan ailenin ümidi. Programımız arqılıq milyonlagan ailenin ümid çırığı bolğan ballarımızga toğrı yetekleş, süpetlik hemrah buluş bilimlerini beriş bizning baş tatib bulmaydigan mecburiyetimiz hem mesuliyetimiz. Programımız arqılıq yana her saha, her kasıptaki netice kazangan kişilerimiz bilen birlikte ilgar idealik ata-Allah'ın farzand tarbiyalash jarayonidagi qiziqarli hikoyalarga quloq solamiz. Programmamiz yana psixikalik maslahat berish uchun Şinjan İdrak Psixik Taraqqiyot Markazidan Muborak Malimni alay taklif qildim. Qarshi olamiz Malim. Rahmat. Unda bo'lsa, bugungi programmamizda alay taklif bilan kelgan suyumli oila a'zolari zodi kimdir? Birlikda ko'rib baqaylik. Urumchi shahri Yengishar rayonlik xalq sud mahkamasining sudchisi Tursun Musa va uning o'maq qizi Alfinur Tursun. Alfinur Tursun Beijing usul sho'yani qarmog'idagi 2019 yillik Naqshi usul kasbining o'quvchisi. 2014 yili Ipak yo'li xalqaro yosh o'smirlar modul musobaqasida chempion bo'lgan. 2015 yili yolg'iz kishilik naqsh kechiligini o'tkazgan, ko'p qitim Markaz televiziya stansiyasi, Şinjan televiziya stansiyasi qatorliq televiziya stansiyalarining chag'anliq kechiligi va boshqa kechiliklar qatnashib, nomer o'rinlagan bola cho'lpon. Zulfinur Tursun, Urumchi shaharlik 10-boshlang'ich maktab o'quvchisi. Ko'p qitim har qaysi televiziya stansiyalarining ko'p xil programmalar qatnashib, ko'pchilikning yaxshi ko'rishiga erishgan. Bugungi son programmamizga aziz mehmonlarimizni taklif qilib oldik. Bunda xo'sh hozir mehmonlarimiz bilan qisqacha bir tanishib baqaylik. Yaxshimisizlar? Yaxshi. Alfinurni hammadan bek tanıymiz-da. Kichik cho'lpon, kichigidan cho'ng bo'lib ketibdi bu qizmi? O'sha Alfinurlarning cho'ng bo'lib ketganiga qarab, biz sal qiyirib chiqdim, o'ylab qoldik. Alfinurning ismi chiqishi bilan albatta tabiiyli dadasiningki ismi chiqdi Tursunkamning. Undasi birdan bir tanishib chiqaylik. Ekrandagi do'stlarimizga atraf salomlar beraytamsizlar. Ekran'daki dostlar kanalına yaxşımısızlar. Benim ismim Tursun, Alfinur'un dadısı olma. Dostlar yaxşımısızlar, benim ismim Alfinur. Sağlığınız? Dostlar yaxşımısızlar, benim ismim Zulfinur. Zulfinur, Alfinur. Bir cüp kızlar, qancha yaş farq qildi? 3 yaş farq qildi. Shunchalik chiroyli, kichigi bek sizga o'xshabdi. Cho'ng opasiga o'xshaydigan o'xshaydi. Alfinur amdi bizning ben bolalar programmasida ishlayotgan vaqtlarimda bek kichikdi, umma kichik 6 yaş, 7 yaş vaqtlarimniki her yillik bolalar programmasining kechiliklarida, chag'anliq kechiliklarda cho'qim sahnada batida hem naqsh etadigan, hem usul o'ynaydigan jonli kichik cho'ponlarning birisi. Mana 5 degacha shunday cho'ng bir qiz bo'libdi. Alfinur tunji sahnaga chiqqan vaqtida qancha yoshdi? Tunji sahnaga chiqqan vaqti 4 yaş vaqti chiqqan. 4 yaş vaqtida. O'chanda qaysi nomerni o'rnagan qiz? Boshqa naqsh etgan Allah'a ben okudup akırmış böyle Türkiye. Ondan keyinki naqsh etadigan bo'ldi o'zi, ya. Shu Alfinur Tursunkam bilan biz tunji qitim bundaq bir yuzdirani qarashimiz, lekin hemen programda ishlayotgan vaqtlarimda Alfinurning gapi chiqsa, cho'qim dadasining gapi chiqadi-da. Tursunkam ketdigan, nomerni ketdigan, Tursunkam ketdigan, keyin ketdigan deb bizning ishxonadagi rejissor qizlarga cho'qim dadasi bilan bevosita paranglashib qoldi. Siz mushu kasbdan chiqqanmi Tursunkam? Yo'q, men o'zim sud mahkamasida ishlayman, sudchi. Ha, oy. Sanat bilan munosabati yo'q. Unda sizlarning oiladan bir sanat bilan munosabati yo'qmi? Bolalarning opasi shu sanat maktabida o'qigan. Ha, ayollar sanat maktabida o'qigan. Qaysi kasbda o'qigan? Viktoriyada. Men bilan bir kasbda o'qiganman. Shunda bo'lganligi uchun siz mushu sanat kasbidagi qizlarga bakrak amroq kelsiz. Ayolingizning sanat maktabida o'qiganini talab ekansiz. Shu
qalbingizdagi ma'budingiz bo'lganligi uchun qizlaringizni bir yaxshi san'atkor qilib tarbiyalay deb o'ylabsiz-da? Men endi dastlab talam cho'qim bu balnim shu san'at yo'lida mang'uzman yo bo'lmasa bir usulchi qilman yo artistman unda qilib bir o'zanda unda bir nishon bilan boshlamagan bu ishni-chi. Shu Alfinur 3 yosh vaqtida endi bir qizbol bo'lgandan keyin cho'ng bo'lsin badan sifati salomatlik shundan bir ozroq foydasi bo'lib qolarmikin deb 3 yosh vaqtda o'zim opadim usulda bo'lganman. Izchil davomlashtirib kelib 4 yoshlargacha kelguncha bir yil hali bir ancha muncha harakatlarga qo'llar keldigan bo'lib qolgandan keyin shu televiziyasining programmalarida boshqa naqsh etgan balcho'lpanlarniki oq taraf turib o'ynab turgan shafalar bo'ldi. Biz buni endi ekranda ko'rib shu Alfinur shu deb izlab ba'zida topa olmaymiz, ba'zida topa olmaymiz, o'tib ketadi, ekran o'tib ketadi, nomer bo'lgan ki bir qatim ko'rib qolsak shunda xo'sh bo'lib, ana shu bo'ldi-ku, shu davomli bang'usak deb tursak, bir 5 yoshdan ozroq oshgan vaqtda men nima ish qilmoqchi etmayman deb bir kun menga shunday dedi-chi. Men nima ish qilmoqchi etmayman deganki, men naqshdan ancha-muncha o'ydalikqa bir naqshdan qolsa shuni agishib o'qib deganda kishilar bo'lgan, lekin uni naqsh etib qolgan tarafi nesib qilolmagan. Siz aytamiz, usul endi gunotsiz naqsh etamaysiz. Boshqalar qilganini men ish qilolmayman, men nima ish etamayman deganki, turib bu gap menga ta'sir qildi-chi. Shundan bilan apirpaqa shu kasbni bildiganlarnikiga da do'yinpon qapadim. Uni bir tunishim bor. Shunga apirib ovozini bir anglab baqsin deb ovozini olib, ovozdak yaxshi kelib tarbiyasi qilgan ovozga chuqur shu naqsh jihatdan bir qilsaq, yana bir naqsh yazali dedi. Shu naqshni birini yozib televiziya stansiyasiniki 6 yosh kirgan vaqtda naqsh bitdi. 6 yosh vaqtida undan keyin Balla bayram programmasiga berdik. Shu undan keyin shu imkoniyat yaxshi bo'ldi. O'zim sani qiyofat bo'lsin, naqsh yetishamiz yaxshi bo'lgan. Endi shu naqsh jihatdan tarbiyasak bo'ldi kelib, shundan boshlab undan keyin naqsh jihatdan kirishib bir sistemni tarbiyalash boshladim. Yaxshi bo'ldi. Nurg'un odamlar balkim o'ylaganda dadasininki majburlashi bilan bo'lgan bo'lishi mumkin deb o'ylab qoldi-ku ko'pinchisi. Chunki bir kasbga o'tganda ko'pincha ota-onalar bolasini usulga bag'is keldigan, hammasi rasmga bag'is keldigan, hammasi musiqaga bag'is keldigan bir to'lqindak bo'ldi emasmi bu? Lekin aslida Alfinur o'zida bir qiziqish, o'zida bir mushun talab qilish bo'lgandan keyin bir yetaklash bo'ldi ekanda. Men o'zini bayqab o'zini o'zi bayqabdi shu naqsh jihatdan. Endi usulda biz kichik bolalarni qo'l ko'tarib o'ynab unam bola yaxshi ko'rdi, lekin rasmiy mashq jarayon kelgan vaqtda buni chidab bo'lmaydi. Bola chidab bo'lmaydi. Biz buni ota-onalar o'zimizniki ching turib izchil davomlashtirishimiz to'g'ri keldi. To'g'ri. Bu usulninki ham mashqlari baq qattiq. Men kichik vaqtimda shu usul endi shonyangongu shu chaqda shu ugun baqqan bir do'stimiz bo'pmi san'at maktab usul kasbiga imtihon bergan chaqda uni imtihonga oz qolgan vaqtda bak mashq qilganda ikkimizni ikki tarafdan tutqizib ustidan ma'lum degan bisib u degan yig'lab ketadi. Shuni ko'rib men hargiz usulchi bo'lmayman. Men kichigimdami sen qonozmi qandaq men bak kuchli mashq qilsam o'yini qaladim. Shu ma'lum men taqqat qattiq mashq qilmaydi, lekin biyochirim bak yaxshi ekanda, shu cho'qim usullarni olib o'ynaydigan qilib lekin jibinglarda uncha yaxshi emasdim. Faqat jibingni yaxshi emasdim, chunki u bak og'riydi emasmi? Sizlarning shunday jabbarliq mashqlarni qilsizlar-a? Hozircha nima qilyapsiz? Beijing 舞蹈学院 Oy, qancha vaqt oldi? 1 yil bo'ldi hozir. 1 yil bo'ldi. Chuarda, to'liqsiz 2-yillikda. Beijing 舞蹈学院ga o'tmak baktas qo'yman ha. Buni endi qanday deymiz deganda, burun men Alfinurni Beijing 舞蹈学院ga shujongsi o'tish emas, endi o'shani o'qisaq deganda uningga o'ylashni tasavvur qilolmaydi. Nima deganda bu birisi usulninki mashqlarda qattiq. Men dastlabda o'rganib, ma'lum bir bosqich baygandan keyin u davomli usulninki jibingongni yaxshi ching tutish to'g'ri kelgan. Ma'lumni qilib qolsam, bagarni qilib ketib, boshlari yerilib, ishib ketgan ahvol bo'lgandan keyin men o'zimga bir xil nafratlangandim-ku. Bu nima ish o'zimning bolasi to'sman shunday qilmay, bu to'xtab qolaymi deb qilsam, bola ilgirlab menga mengayotgandan bo'ldi, shuni men paqay davomli qilib ching turib baqsam bo'lib kelgan bir ikki qatim bordim, lekin ma'lumlar qattiq besib qilgandan keyin men chidamaydi ekanman. Shuni bilan qana qilma, opirib qo'yman. Ma'lum dars o'tadi. 2 soat dars o'tgandan keyin og'irlik qilaman. Qat'iy darsni ko'maydigan bo'ldim. 2-3 yilgacha ko'mdim darsni. Anadan keyin
Şunun bilan bir vaqtlarda qarsam xali jibingomga asos berib qolganda shunun bilan surishtirish orqali Beijing udan shoyanni bilaman, lekin Fujungsiniki bunchalik yaxshiligini bilmaydi ekanman. Surishtirsam bu Fujung hamda bizningki davlatimiz ichida emas, xalqarodami oldingi o'rin turgan. Davlatimizda birinchi o'rin turib kelib Fujung. Xalqarodami birdan 3 kishi bo'lgan oraliqda shunda turadigan bir mukammal sistemalik bir san'at maktabga, uning ustiga bu maxsus usulni tutmaydi. Madaniyat fanlarimi, bularningki madaniyat fanlari bek kuchli. Shuning bilan shu maktabga bir imtihon bayis yo'q bo'lsam qanday bo'lar deb tayyorlik qildik. 11 yosh vaqtida bordik. Birinchisi berib, bizning unda o'ylaganimizda boslam imtihon bir o'tib ketganish yo'q ekan. Bordik, birinchi berib bildikda bizning nurg'un yetersizlik tarafimizda borligini berib, birinchi turni o'tib ikkinchi turga vaqtda sholinib qaytib kelib, yana davomli tirishdik. 2019 yıl birinci ayda berib qaytib imtihon berdi. Bu maktabga yilda endi 60 ming bilan 100 ming odam atrofida o'quvchi tizimlayotgan. Tizimlatganlar shunchalik. Endi qabul qilgan odam soni shu amji qabul qilgan yilda 140 ni qabul qildi. Az bo'lgan 130, Elfinur bo'lgan yilda 130 ni o'quvchi qabul qildi. Tizimlatgan odam mamlakat bo'yicha, dunyo bo'yicha bularga chet ellik bolam oldi. 68 ming odam tizimlatga. 68 ming odam ichida shu mamlakat bo'yicha kasbda birinchi bo'lib o'tdi. Shuning bilan men cho'qim batqachoq qilmasa bo'lmaydi. 68 ming odamning ichida birinchi bo'lib 100 bola, 130 bola oldi desak, shuning ichida kasbda birinchi bo'lib o'tdi degan. 68 mingdan bir degan gapda. Haqiqatan oson natija emas-da. Men ma'nodan bir narsa his qildim, bayqa gapingizdan. Nurg'unlagan ota-onalar bolalarni qiziqishi bo'yicha ashunaqar har xil tarbiyalash markazlarida tarbiyalaydi bu bolalarni. Lekin tarbiyalagan chog'da nihoyatda tuvan bo'lgan o'giza yoki to'ris deymiz tenxoban. Ota-onalar bolalarning shu to'risini yomon tuvan mo'ljarlab qo'ydi. Masalan, usul o'rganib qo'ysa, bir ayak berib to'y to'kinib qolsa, ay deb qo'lni ko'tarib usul o'ynab qo'ysa. Yoki bo'lmasa, o'gitib qo'ydik endi o'zining xolishi qanchalik davomlashtira oladi, uni uqmayman. Yana bir an qiziq yeri, bagim yo'q deb xo'shnam berib ekan, shuni berdim. Do'sti bilan birga berib kelib ish pishqini chiqarsam bo'ldi deb munda qo'yib oldi. Lekin bola bag'an sira anan kirishgan chog'da, mana Tursunjon apandimdek uning rasmiy kirib hamroh bo'lib, hamma ishga kirishib munda qilmaydi-da. Eng qiziq yer nima deganda, boy degandek o'lchamni noyat tuvan qilib oldi. Bu ko'ngil ichish ishi-ku. Sen xalgan chiqsang bo'ldi, qanchalik qila olaysan, u mayli dedi. Hatto bola o'zimi boy deb ekan-ku 5 yosh vaqtida. Men nimishqa kaynida usul o'ynayman, amaliyotda dada menmi naqsha etib, sahnaning oldiga chiqa olayman degan chog'da dada bo'lgan odam nihoyat yaxshi inkos qaytargan-chu. Voy bolam, o'zingizga ishning joyi emas. Unda bo'lsa, juring ovozingizni anglatib baqay. Naqsh ishlab baqali, etib baqsun deb nihoyat harakati bilan menga quvvatlagan, harakatni quvvatlagan. Lekin bizning ota-onalar ba'zilar qanday qildi degan chog'da, voy bolam, shu sahnaga chiqmaganlarmi jiq? Siz chiqdingiz tixi. Shu kayinli bo'lsa-mo, siz chiqdingiz deb to'g'risini bag'an sir pakalt etdi. Shuning bilan qaysi xil ahvol yuz berdi degan chog'da bu vaqtliq qiziqish. Kayinini davomlashtirmayman. Hatto men xalqqa vaqtimda voz kechivasam bo'ladi deydigan narsa bolaga bishorat berilib qoldi-chu. Endi yana bir yer nima degan chog'da usulga beribdi, lekin usulga bergan vaqtida siz o maktabda o'qitaman deganni balkim o'ylamagan bo'g'aydingiz. Lekin kallingizga kelgan vaqtda siz bir yil burun ashaga berib sinab baqayli deb opiribdi. Ma'lum endi men davatgan yillik to'g'risi-chu. 68 mingdan bir. Bu to'g'risi endi bakli yuqordiki, bakli egiz. Nurg'un ota-onalar mushu nuqtani bek yaxshi anglaskan degan umiddaman. Amaliyotda bolalarning ma'u to'g'risini qilib atmay osmonni ichiversak-chu. Yulduzlarga, aylarga, quyoshlarga yetadi. Shu hozir meni osh gap esim keldi. Balkim nurg'un odam bo'lganmisa, Tursunjonning o'rnida voy u Beijing Vudoshiyga o'tmak bak tasga, uning ustiga bakchiq iqtisod ketdi, balkim menda butun dunyoning hamma yerdan kelgan odam keldikan bolam. U yerga endi bizning o'tashimiz bak tas. Siz missionerlik bir maktabni tanlamsiz ya deb nishonni balkim boshqa yoqqa burab qilishi mumkin. Endi shunda yaxshi harakatga kelib bir yilda
Dedi ki ikinci turda ötəmək qayıtıb gəldik. Nurgun yetersizliklerimiz var ki. Burada hiç qısı yok. Bizning yan vaxtımız var. Bir yıl tən tırışaylı deb, bir yıl tırışıb ki, hazır 68 mingdan bir adamның birisi olmaq. Aşının bu işki hareketini pek yaxşı öğretken. Birisiga balığa vaz geçmeslikini öğretken çok. Nereden yıkıldık, derhal xulası qılmız, aciz yerimizi bilmez, qaytıb kelgandan biz yana şu bu iç planlansa buldu deb. İkincisi şu planlaşını öğretken. Eğer muşna mansa bu bala oturmakka o'runga chiqqanda, to'liq o'tirg'i chiqqanda yoki uningni yuqori o'lagan chaqda har bir azgalga tushgan chaqda qo'rqmay o'rindan dast turishni, xatoliklarni yoki ongsizliklarni xulosa qilishni, ana xulosa orqali planlashni o'rgatdim. Ma'u hamdi pek güzel terbiye bizden başlaştı. Yaş terbiye. Pek yaxşı. Əmsi Əsnur özünün anlap baxayınca şu 68 ming adamның içində birinci bo'lib o'tibdimi degan xabar qana keldingizlar? Baş tordan tekshirib ko'ram dekansizlar yoki unisizlarga qanday uqtirishgan ekan? Tordan o'zimiz tekshiramiz. Ha, qanday bo'ldingiz shu chaqda? Bak qiziq hikoyani olgandim, shunda qaranglar. O chaqda men uxlab qolgan, andan keyin dadam o bir neda telefonini qarab chiqibdi-ki, birinchi deb chiqibdi yig'lab. Dadangiz yig'lab ketdimi? Aka sizni uyg'otdi. Siz uxlab uyquchilikda angladingiz deylik. Balam birinchi bo'lib o'tibsiz degan anglagan qanday hissiyat bo'ldingiz? Qallamga shinkim. O vaqtda ikkimizning qoldi qop qo'rqdim. Men imtihonniki bizga degan vaqtda 11 da chiqdi dedi-ku. Bejan vaqtda 11 da chiqdi degandan keyin, imtihon berib chiqqandan keyin biz naq maydon imtihon kiramagan keyin bolaning kayfiyatiga qarasam, ba'zi nuqtalarni so'radim, balam qanday oldi, qanday nima qilsam, bir tarafini qarasam, shunday yaxshi berib o'tgandek. Anadan keyin yana ba'zi tarafdan so'rasam, bir yetersizliklar bordek o'zim shundan nima bo'ldilar, endi bu o'tamay qoldimi yo'q. Eng oxirgi imtihonda birinchisini o'tdi, ikkinchisini o'tdi. Biz shunda umidlanib turgan vaqtda agar o'tamiz bizga bir xil besim bo'ldi. 5 yil qolib qolsin balki bo'lib ketmaydi. Oxirgi berib necha yuzini tanlaydiganning ichiga kirgan vaqtda bu qanday bo'ladi deb shunda jiddiylashib yotoq kirgandan keyin bolam natija chiqib qoldi, biz birdan sir oylinib bir shamoldab kiramdiq desam, men chiqmayman dedi. Men chiqmayman, o'zing chiqib kiran deganki, men chiqdim, oylinyapman, Bejonning ko'chasida yanyapman, bizdan shunday vaqtim to'shay deb qolib kirsam uxlab qolibdi. Uxlab qolgan keyin men toza uyga kirdim. Toza uyga kirib, uxlayotgan nima qilsam agar bir o'tamagan bir ishlar bo'lib qolsa, endi bolaga bir ta'sir bo'lib qolsa, toza uyga kirib, kayfiyatini kontrol qilolmay qolsam, bolaga ta'sir bo'lib qolsa deb o'ylabsiz-a? Ayada bir ko'rib, tekshirib, kayfiyatini kontrol qilib olgan keyin chiqay deb qarab tekshirdim. Chunki o'rinning nomerini kirgizib, maxfiy nomerlarni kirgizib tekshirsam, eng avval ko'nglim bir degancha, eng oxirgi nimaga yozildi, imtihon natijasi manchi bo'ldi, nechinchi bo'ldi degan tayin qilgan yerini ko'ribdim. Bir deganni ko'rib, nima bilmadimda, nima deyishini bilmay chiqib, Alfinur o'tibsiz deb uxlayotgan. Ikkimiz bir-birimizga esib yig'lab ketdik. Shu vaqtda men do'stlarim dedi, sen shundan nima qilasan? Bu o'zining xizmatining o'rningmi, jamiyat bir kishi o'rningmi va yaxshi balangmi endi qanday bo'lmasin bizning bolalarimizni hech kim bilmaydi. Sening balang nima qilsa bir 10 odamdan ichida birsa, ma qiziliqi mashrab yo'q degan naqshni aytgan, televizorga chiqqan, to'rlarda ko'ramiz deb boshladi. Bo'ldi qo'yan nima qilasa degandan men ba'zilik bu nima qildimish shuna qilamiz bolani kichik bolani nimishda eg'ir mashq qilib men bir nima keladi deb o'zim ba'zi nafratlandim. Shundan bilan shu imtihon natijasi chiqqandan keyin butun narsani unutib ketdim-da. Xushalliqda bo'ldi. Oxir bizning u bir boshlanish, lekin endi men Bejonda o'shani hujum o'tib, hamma yuqori bir talishga deganlik emas. Boshlanish nuqtamiz ham boshqalarga qaraganda bir qadam ilgariroq bo'ldi. Yani buning oqisida to'liqsiz o'qiyotdi, to'liq o'tirdi o'qiydi, undan keyin dashiga imtihon bergan keyin nurg'un ishlar bor endi. Shundan bo'lsa boshqalarga qaraganda bizning boshlanish nuqtamiz bir qadam yuqoriroq bo'ldi degan shu vaqt o'zim tasalli tepib natijadan tatgan japalarim, maktab opag'onlarimni hamma rahlan ko'tarilib ketdilar shu deb qo'shib qoldim. Başlanış noktası en to'g'ri bo'ldi degan narsa. To'g'ri mushuning qarta mening bir narsa o'ylaydiganim bor. Endi ko'pincha ota-onalar bolalar kichigida uning qiziqishini bayqab, yoki uning o'zi yaxshi ko'radigan orzu nishonni tiklashga yordam berolmaydi-ku. Hattoki o'rta maktabni bitirib, oliy maktab imtihon beradigan vaqtdami bolasining nima orzusi borligini hatta bola o'zini bilmaydi, ota-onam bilmaydi. Kesib tanlashga kelganda, aslida men o'ylayman, u bola cho'qim kichigidan tortib, o'zida bir qiziqishiga asosan uningda bir yetaklash bo'lsa, men cho'ng bo'lganda bunday ish qilma deydigan bir nishon bo'lish kerak-da. Masalan, men shunda bo'lgancha, men 7 yosh vaqtimda men cho'ng bo'lganda riyosatchi bo'lmay aytdim.
u chog'da riyosatchi degan narsani hech qadam bilmaydi. Ham mening ota-onam ziyoli bo'lg'achqa shu chog'da riyosatchi degan narsani menga bildirgan. Shu men 7 yosh vaqtimda sahnaga chiqib ekanman, riyosatchi bo'laman deb ekanman. Shu nishon bilan menga hamda boshqalarga qaraganda sal tezroq yetdim deb o'ylayman. Endi mushta bir narsa bo'lish kerak ekan-ku. Ham nurg'on atalar qanday qilgan endi o'tir maktab to'liq o'tirib bitgandan keyin orzu yozgan chog'da ayliq urug' tuqqanlarning ichida xizmat o'rni yaxshiroq, yuz obro'yi baroq bir tuqqanning uyga berib, endi sizlar bizni jiqoqqa jiqishlarni bilsizlar. Andan keyin shu bolamga bir orzu tanlab bersam. U oliy maktabda kim o'qiydi? U tuqqani o'qamdi, bola o'qamdi. Kimning arzusi? Bu cho'qim balaning arzusi bo'yicha bo'lgan vaqtda uningga xuddi mushbonlarimizga jafo bilinmagandek, mashqlar ig'ir kelmagandek, u maktabdagi jafo-mu, darsmi hech narsa bilinmaydi, xo'shallik tepib turib o'qiydi. Agar u boshqalarning arzusi bo'yicha bo'lsa, shu putqolni bog'lab so'rab olgandek, endi kun o'tkazish uchun o'tadi. Kim maktabda 5 yil bitirib chiqqandan keyin balkim u yana shu kasbni yo qiladi, yo qilmaydi. Ondan 20 necha yoshga kirgan vaqtda yana qaytadan boshlanish nuqtasini belgilaydi. Özünün qiziqishi bo'yicha boshqa bir kasbni yo tanlaydi, yo tanlamaydi. Yoki shu bo'yicha bir umr xizmatga bordi, keldi, yo xizmatdan xo'shallik topolmaydi, yo turmushdan xo'shallik topolmaydi. Kichigidan hayotida bir xo'shallik topadigan bir nishon, bir orzu, uning hayotiga bir ma'no ato qiladigan bir narsa bo'lish kerak ekanda. Nahos Elnur sizningmi do'stlaringizning ichida yoki bo'lmasa boshqalar bo'lsin, nimda jafo tatsa, bek tasqubib qilmag'ina bo'ldi deydigan yo bo'lmasa sizning o'zingizning bek tasbirishga bu dadam nimda qildi, kashkichi men kirishib edib, meni kashkichi mashq qil deydi-ekan deb ochimiz kelgan vaqtlar bo'lganmi? Boshqa do'stlarim o'ynayotganda men mashq qilyapman, andan keyin boshqalar jiq bir narsani yeb, andan keyin qilayotganda men o'zim yaxshi ko'radigan narsani yemayman. Nima ish qilmaysiz? O'roqni shogirdlarni qaraladim, mama bu tema. Bu o'roqlayman degan narsa men Beijing Vudo sho'yanga o'tgandan keyin paydo bo'ldimi yo uni oldidan bordi? Yo'q, uni oldidan bordi. Nimishqa? Mush kasb qilgan bo'lganingiz uchunmi? Şeyga bir gap qistirib qo'yib qo'yatdi. Ekran oldidagi ota-onalarning to'g'ri tushunishini umid qilaman acaba. Bunda bo'ldilik birinchi sper imtihon o'tamagandan keyin bizning yetarsiz jihatda yana birisi qilmish badanningki ozroq 1-2 kilo atrofida ig'irlikni ishib ketgan bir nimasini borchi. Ularning o'lchami bor, masalan, futdan uzunlik manchilik, qo'lning uzunlik manchilik, badan ig'irlik manchilik degan ekan. Shuning bilan qaytib keldik, keyingi yil bo'yi o'sdi. Ondan keyin imtihonda yana o'sha bir bu yillarda tayyorlikni ketdik, yana bir o'tamay qaytib ketgan ish bo'lmasin deb bir tarbiyalash kursiga ma'lumot olib baqtimcha imtihondan burun. İmtihanımğa bir 3 gün qolgan vaqt aparıb ma'lumga bir ko'rpasansa men jihatni ko'rib bu bolaninki yaxshi bo'pti bu yil dedi. Hamma jihatlar bor, lekin yana bir yetersizlik bor. Shu ig'irlik o'lchamda ishib ketdi dedi. Lekin o vaqtda menga nisbatan hargiz o'zimning bolasi bo'lgan simiz emas, urug'lig'i deymanda. Shundaqsa bu ma'lum bo'lmaydi, urug'ligimiz bo'lmaydi 3 kilo debdi. 3 kilo imtihon 3 kun qolsa 3 kilo urug'lish mumkin emas desam, 1 kilo urug'lish hisob emas, masalan bir amal qilib baqqan debdi. Şundan bilan ma'lum qashdan qaytib chiqdik. Qaytib chiqib 3 kungacha tomoq berdim bo'ldi. Nima dedingiz? Atganda yemay piyor berdim. 200 gram yemay piyor edi. Normal. Tushda anadikin shu sayiliqi yeshil ko'ktatni yegizib, kech tomoq yemaydi. Anadikin ashuliqi biz tushgan mehmonxonaniki koridorda qillin qishliq kiyimni kiyib, yuguraydi, anadikin ashuna ichida o'mligizib, mang'ozib, taj qirib o'rxoltimiz deb degandek shu 2,5 kilo 3 kilo atrofida o'roqlab ashlarni o'lchimiga to'shdi. Tez suratda o'roqlab imtihonni o'lcham o'tib keldi. Lekin hozirmi shu hamda mushkasni qilgan cho'qim bir badal to'lish kerak deb o'ylayman. O'zimni shu hozir qabul qilib oldik bu nasosiyatni. Shunga 10 yoshdan boshlab hozirgacha aslan kech tomoq yemaydi. O'lchamlik hamda ozuqliq jihatlardan hamda uni tanishib beramiz. Amal bor hamda ba'zi vaqtlarda hamda kichik bola bo'lgandan keyin bir yaxogo yeyman, uni yeyman degiz kelib qolsa opirimiz hamda bolaning nimasini davom bekmi cheklab ketib bo'lmaydi. Shu vaqtlarda opirimiz, boshqa vaqtlarda aslan o'zini kontrol qilib 3 yilda ko'p qoldi. Kechdan qolsa yemaydi. Bugun shu oldinlarki misrani yig'namam yo'qmi? Yig'ilmas bugun yig'lam. Yig'lamiz men bu tursukamda men dambobim. Yig'lam. Sizlar uchun bir ketdim men bir nima biray fursat biray. Bu simatmaydi-ku. Ma'noda uchun bunda bir ilmiylikni bayqadim. Bizning nurg'ulga atallar qanday qildi degan joyda aytganda chunki hammalar ish qoldiraydi. Xizmat o'rni bor bo'lgan keyin
Naştağa haqiqiy ko'ngil bilalaydigan ota-onalar nayta az bo'lib. Çayni qilib, nonni qilib berib, yo bir stakan sutni qilib berib, men naştani qilibman, qolganini tushda maktabda yeysa deydi. Ana bu ota-onalarmi ishga ketadi, bolalarmi maktabga bordi, u darsning salmoqi haqiqatan biz o'qigan mazgillardan eg'ir. Unda bo'lganki qo'saq ochidi, qaytib kelish jarayonida ota-onalar yanchi qo'sab qo'ygan pulga suyumlik omaq yemeklarni yeydi. Ana uyga qaytib kelgan keyin ana bo'g'ich qanday o'ylaydi degan joyda uningda azroq bolalarga bo'lgan bir o'zini kechirmaslik yoki gunohkorlik tuyg'usi kichikkin paydo bo'lib qoldi. Men shu bolamga atdiganda nashti qilib beramagandim. Unda bo'lsa kechda bat poloni bir it pasam, lag'manni bir it pasam deb kechki tomoq zo'lab, oyada miyada ozuqlikninki tampon bo'lishi. Anamga diqqat qilmay faqatlam o'zining hissiyoti bilan o'zini o'zi ta'sirlantirib, men bolamga bunday qilib berman deb keşsiz olaydı. Lekin ma ailede doğru. Ben sizin neymiş kaldığınızı bilemem. Sizin hazır nemege ihtiyacınızı bilemem. Ben ozuqlarını qarquyak aş koymadım lekin ozuqlıqnınki tamponluğunu saklap durup keşte tamaq yemədisiniz mi? Ben şununla bərdaşlıq veriyotim ben de. Əməliyyatda nurgun atdanlar. Mesela siz mi ana, ben mi ana, keşte balalar bir nemi yemse yürgünüzü bir yetişidu. Aşınıza tişidaş hem de xeyli yapçu. Hem onu ozuqluqlar arqılı tanışab ilmiy tanışmada pek yaxshi kelmadi. Unda siz qanday misralarga Umaqlar. Undan siz Zulfunur atiga faqat yaqinish fursati bo'lmadi-ya. Zulfunurning hozirgi shu o'qtirishlardan, turuqlardan qarsılar, shu usul kasbida daklam ta'sir beryotdi-ku menga. Shunday emasmi? Hozir usul yaxshi ko'ramsiz? Yaxshi ko'raman. Undan xolsa hozir san'at maktabi imtihon berdingmi endi? Xeyr qotdi. Asli o'ylaganimda ikkilisi mushu jihatga menib ketmasa, birsiz bo'lsa bo'ldi yetarli deb o'ylagandan. Kichkim bir qiziqib ketmagan, qiziqmagandan ochsidek majburlash, opirib zodi o'ginisa deb kichik vaqt unda qilmadim-ku. O'zim ixtiyoriga qarab birsi bo'lsin bir o'zi xohlagan bir erkak bir qilpaqson desam, buni bilib bilmay oila muhitda ochisining ta'siri bilan bilib bilmaylam kirib qoldi buningga. Shuning bilan o'tgan yil boshlab dedim men shu ocham o'qigan maktab o'qisam deb degandikin oldingi yil qishda qish ta'tilda opirib shu maktabning sharoitlarini o'qish narsini ko'zib keldim. Kelgandan texim qiziqdi. So'ng qaytib keldim hozir bu namda o'zim opirdigan shu yo'q maktabdan shunda o'zi ketib qoldi. Ko'chatda o'tirib berib, ma'lumot qashib berib darslarni usul o'rganib o'tib kun 3dan keyin 2 soat. Bir yil bo'ldi bu mashina davomli bashni yaxshi kelyapti. Bu yil boshlang'ich 5-sinfda bitta kelar bunun bir sinab, ochiq o'qigan maktabga imtihon bergizib boqildi biz yana davomli shu koni yo'lni. Shu bir narsa degim kelib qoldi madim. Ilqi ko'pincha mundaq ekanchu, birinchi farzandda, tunji farzand bo'lgandan keyin qanday tarbiyalashni bilmay, uningga bir arzu nishon berishni bilmay, undan keyin yoki bo'lmasa cho'nglar qarab berib, bunda bo'lib o'tib ketib, undan keyin ko'pinchisi birinchi balda u birinchi balsi da bek natijam ko'rilib ketmaydi, normal bo'ldi. Ikkinchisiga kelganda bek kuchab ketadigan ahvollar kuchliroq bo'ladi ekanda. Asli men o'tganda bir materialdan ko'rdim. Birinchi balni sen yaxshi tarbiyalab olsanglar, ikkinchisi kuchmisangmi bo'ldi. Chunki uning oldida bir mo'bami bor, ikkinchisining oldida bir ulgu bo'ldigan odammi bor. Ashning kayindan izidan meniblam u tabiiylam o'rganishda bo'lsin, boshqa jihatda bo'lsin, hamma jihatdan yo aksini yo ajisini do'rab tabiiyli o'zligidan yaxshi bo'lib mangdi deb shunda bir narsani ko'rgandimda, shu so'z hozir naq bularningki oilasida tisham bo'lib ko'rindi. Ama çoğun Elfinur'u şundak küçep, acır kıgandan keyin Zulfinur tabiiyla açamdak bulma. Acısına mektebe barma deyiştim sebep çoğum işkisi. Bizden mektep bekpeyiz ki kamçağa gidipler buldu. Bizler oynayımız, bizler meşgulümüz. Adeti çık paranlaşamızlar işgalla. Kaçlık paranlaşamızlar? Telefonu kaçlık paranlaşamızlar? 2 saat mi? 3 saat. Saat dinlen değilsizler. Şu siz ayada qanday qilyapsiz? Shu tomoq yedingizmi? Dudam bugun meni ishlim yemam dedi qarang degan gapdan deysiz-sizlar, deyishmabsizlar. Ha, yanchi. Shu suv qilamisizlar bir-biringlarga. Mashq jabbalik haqida paranglashamiz. Mashqning jabbaligi haqida. Aşağı yiyip gittim degan ko'p yezi qilgan vaqtlarimiz bormi shug'ulab. Sen qanday chididing, men chidayapman deganda bir narsalardan do. Taxijimi ko'ringmi? Shu
Siz genç yoksanız ben bir tanışıp miyade okuyasınız demiş. Yani kesiniz, ben aydım kesiniz diye şu küçücük derken. Şunaq sukuni dadınızga deb baxdingizmi? Dadınız nima deydi? Şu marketin ağırsak kiler kadar ağırmaydı. İkisi o'xshash gapirgan. Ama şu bir ailede hem balalarga mayli nişan belgilash bo'lsin, mayli ularni yetaklashda bo'lsin, ailedagi şu er ayolning ko'z qarashining bir yerdan bo'lishi bek muhim ekan deb o'ylayman. Chunki bir ailede masalan bu dadı oprimiz, ügütimiz dese, opsi nima ish qilib bo'ldi? Dadam demak, dadam yo'q bugun qilib qoldi degan bo'lsa, balkim yana bular shu nishon bilan mang'anmasligi mumkin-di. Demak, hamda oilada ayoling'iz hamda bolalarni maktabga olib boradigan, masalan tarbiyalashlarga olib boradigan ishlarga bevosita kiramagani bilan, lekin har vaqt sizlarni qo'llab mang'an ekanda, o'zi mush kasbdan chiqamag'asiz. O'zi kasbni biladi, kasbni tushunadi, ana ekan. Haliqi biz masalan bir ishni qilaman, men bolalardan qo'l deb qarashtirmaydi, bizga ilhom berdi. Yaxshi qila oladi, mushta yaxshi qiladi bolalarım öy kelgandan keyin qiz olib olgandan keyin opsiga bakrab to'kidimi, yerib ketdim, unda bo'ldim desa, bolam dadang sizdan mana jafat atib, men jafat atib, cho'qqim müştüm bir üzgüç nəticəsi buluş gerek. Siz bugün mənə müşkün kəldiniz. Yəni davamlıq tirişsiniz, təxmin yaxşı nəticəyə erişsiz də nim qıldı əndə müşahidəmə. İkra arqılıq ayalımı üçün konumda rəhmət etdim. Bizdən ətrafımızı bildiğanlar mən ündüdar çəmbərəkki çıxıraqmış ballarınki nəslərini, üzərindən apağını, məşq qıvatqan nəslini çıxarğan ki, başqalar oylayır ki, ayalımmış bir kajürk ketken mi doyluq, toylar verib, çaylar oynavatqan mı doyluq, demiş ki, kar yox, dəbcə bir xılın. Əmiyyət onda emas, ayol kişinin sizlərmə ayol kişi bolğan kimi bizlər bu öydəki qıldığan, öy tozlaydigan, kiyim keçəkdim tamaqda. Onundan bizning işimiz hech qancha emas, balni apib qo'yib degandan ki birdamlikla bir yarim soat tugaydi. O ayol kishining uyda qildigan ishi bakchiq. Uning ustiga onaningki mush tarbiyadagi uy ichidagi tarbiyasi mo bir qizlar uchun bak muhim emasmi? Sho'ng men sen balni ilqi apamidan o'dab kirish olmayman. Bu sirtning ishi bo'lgandan keyin, ish bo'lgandan keyin sirtdagi bu vazifa cho'qim meningki men faqat pul tepib xizmat qilib oilaga iqtisodiy jihatdan kirim akirishlar mening vazifam emas. Mush balimiz sirt o'rganishga birga olib boradigan sirtning ishi bu. Bumi mening o'zimning vazifasi deb qarayman. Ayolim hamda mush balni axloq jihatdan, ularni tarbiyalash mush jihatdagi tarbiyani, oila tarbiyasini bu jihatdan chong tutadi. Chong ikkimizning ish ayrimisi burilamish bolalar tug'ilgandan shunday aniq verilib ketgan. Chong atrofimdagi do'stlarga deydiganim xato tushunish bo'lib qolmasa, demak ba'zi deganlar bor, bu ayoling ko'ngilchagim chiqarib qo'ymaysiz, chambarakdim yo'q, ajrib ketdingmi, yo bolalar bilan kor yo'q, hammasini sal qilib. Bunda emas, bu faqat mening bir qismlarda bizniki ma'lum bolni o'rganishga bir kurs qapag'imiz turmushimizning balki bir 10% yetmasligi mumkin. Men qilgan ishim hech qancha ish emas bu. Ayolimningki xizmat qilib turib, ya'ni uydagi ishlarni, nurg'un ishlarning zimmasiga elib qilayotganini, faqat ularningki kömüğünü bizden bunu to'liq ifodalamagan yerimiz bor. Şu ayolimningki nurg'un jafo tatdi. Mushtatda ayolimga shundaq shuning bilan birga ehronalki barliq bola uchun jon ko'ydirayotgan Alloh uchun ko'nglimdan rahmat aytaman. Sizlarni oilada nishon bak aniq, birlikda ittifoqi bak yaxshi, ish taqsimotini aniq bo'lg'ashqa bir-biringlarning hissiyatiga kiralayotgansizlar, coaching deymiz-ku, o'rtaq hissiyatni bulalayotgansizlar. Qarshi tarafdan maydan turib, o'ylayoladi. Hatto mashqqa ochisinildimi shu, ochisin qanday jafo tatgan hissiyatlarni sinsi keyindan o'zbasar bo'lib his qilib mangdi-da. Shu vaqtda endi boshqa odamlardan maslahat so'ramay, bevosita ochidan maslahat so'ragan chog'da ochining bergan javobi, maddadining bergan javobidan besib ketadi. Chunki ochi u uzun o'tmay 2 yilning oldida shu palampaylarni besib o'tgan bo'lganki, bu alfnurg'umu shundoq yaxshi ulgu bo'la oladi ekan. Shu ham oilaning bir ish taqsimotida yolg'iz ona bilan dadillar emas, balki ochi bilan singilning o'tirsinmi, nəhayət yaxshi bir go'zal bo'lgan tamponlik bor ekan. Davomlashtiringlar. Men baxsh bo'ldim. Men bek ta'sirlandim. Eng muhimi. Bek ta'sirlandim. Haqiqatan bir oilaningki hamda oldi bilan inoqligi bo'lgan vaqtda andin bu oilaningki baxti, farzandlarning xo'shalligi, ularning natijasi hamma narsa maydon keldi ekan. Buningda hamda ayol har shakl tarafniki o'rtaq bir nishonda, o'rtaq bir maqsadda tang mush oilani gullantirish uchun tirishchilik ko'rsatishi bek muhim ekan. Aylanglar ko'zdagmisin deganki suhbatlardan noyat chiqib bilimlarga ega bo'ldik. Shundoq huzurlandik, eng muhimi,
Şunda hoş bulduk. Aylanglar köz tegnisin. Bugünkü aile söhbetinden ben nayeti təsirlendim. Hem nurgulgan uygunuşlar bar boldu. Mındaq bir işladım kep qaldı. Biz daim mındaq deyimizco. Bala tug'ilishidinla o'zi bir ayrim xoslikqa ega bo'lgan melodiya. Agar bu melodiyani vaqtida bayqab, xuddi Alfinurning naqshida usulda talanti borligini bayqagandek, uni erkiga qo'yib berib, bu melodiyaning davomlashi uchun biz faqat harakatimiz bilan hamroh bo'lsaqlam, eng go'zal kuy chiqadi. Lekin bizning nurg'ulgan atallar qanday xatolik sodir qildi degan chog'da melodiyani balning o'zining qo'li qo'yib qo'ymay, dirijorlik tayqini qo'liga elib aslida güzel bo'lgan valisning muzikasi bo'lsa, uni nati tezlashtirib rock muzikasi qilib yetishi mumkin. Bu arliqda dirijorlik qilayotgan ota-onami qiynaldi. Asli o'zining melodiya qilbidan chiqib ketgan bola bir qiynaldi. Lekin biz bugungi oildan dadaninki va ota-onaninki bolaning qanday melodiya ekanligini bayqab, ham o'zining bayqishiga hurmat qilib, buning nati güzel bir kuy chiqarishiga konseptdan yordam bergandan men xo'sh bo'ldim. Barliq atalardan shuni umid qilaman, balangizning tanlashiga hurmat qiling ham ishining. Uningga har vaqt hamroh bo'ling, chuqur go'zal melodiya oilangizda yangraydi. Rahmat. Ahirda programma gruppamizning bu suyimlik aile uchun tayyorlagan azroq ko'ngil so'g'imiz bor. Ko'ngil so'g'imizni qabul qilinglar. Bu bolalarimiz eng yaxshi ko'rib yeydigan misran qizlari. Buni kunda birdan yavaşsın. Ondan keyin bizning chumölininki Taylanddan import qilingan kauchuk yelimi ishlatilgan balla yastig'i, Indoneziya yastig'i qabul qilinglar. Oma qizlarimizga. Undan boshqa Al-Xumarninki mushu jigdi yelimida ishlagan chash quvvatlash malhami apanglar hisob qildim sevimli ayolingizga. Badan masimi. Ondan başqa yana mushu Muborak muallimninki idrok psixik taraqqiyot markazi ta'minlagan oilaviy qumtaqta o'yindan bir qitin sizlarga axsus qildik. Bu bak ko'ngilli o'yinkanchi odamninki mushu bir oylik ishlar bilan o'ynatmoq qumtaqdan tizgandan keyin uning ichki dunyosidagi masalalarni ichbagil bo'ldi ekan-ku muallim. Cho'qim Alfinurlar menishning oldida bir qitin berib sinab yiqishinglarni umid qilamiz. Qarshi olamiz. Sizlarning qimmatli vaqtinglarni ajratib kelganinglarga ko'p rahmat. Programımızdan belki ekran aldığındaki dostlarımızmı bizge o'xshamaydigan ozuqlarni aldı. Her qism programımızdan sizlarga o'xshamaydigan ozuqlarni hem meyve berish bizning başlatib bo'lmaydigan mas'uliyatimiz hem majburiyatimiz. Programımızdan huzur olgan bo'lsanglar, albatta qilgan ajrimizdan bizmi ko'pdan ko'p mamnun bo'lamiz. Bo'lganda xo'sa, bugungi programmamiz michada oxirlashdi. Xayr xo'sh. Analar izlagan sifat. Balalar teşna xuşallık. İşenç, muhabbet, çümül ailesi de. Ana muhabbeti en saptır. Çümüle balalar yürüyüş asraç soğatlık yürüyüşlüğü. Çümüle. Hazırkı zamanda kim çiçeği ilim çapıdı? Jigdi yelimi chashni oziqlantirib, jalliq qiladi. Ilim chapdimda teshik chiqmamdi. Biz kichik vaqtimizda chepib chiqib ketaverdik. Ansirmang, mana bugun jigdi yelimi va quyruqmay zamonga moslashdi. Jigdi yelimi va quyruqmaydan ishlangan Al-Xumar chash oziqlash gavhari chechingizni oziqlantirib, chashni jalliq qaqraq qiladi. Yerilgan chashni asliga keltirib, tabiiylikni qo'g'daydi. Jigdi yelimi va quyruqmay bilan chashlaringiz qaytadan jallansin. Al-Xumar jigdi yelimi quyruqmay chash oziqlash gavhari. Mana balla, abide gazlık soda suyunu muz bilen tamamlarsınız. Bek beyzi. Her bir yudumda sizge o'xshamagan tam tuyg'usi ato qiladi. Ammamsa